Sizni problemangiz bu sizni problemangiz. Birovni sizni problemangiz bilan o'pshi ishi yo'q. Kasalmisiz, sog'misiz, oyog'ingiz og'riyaptimi, betingiz og'riyotibdimi, pulingiz yo'qmi cho'mchagingizda, u sizni problemangiz. Ishingiz o'xshamayaptimi, ishxonangizga borganingizda ko'la sizni so'kkan, kreditingiz bor, maishatingizgacha chiqib ketgan, siqilib ro'zg'or qilish kerak, nalog to'lash kerak, hammasi u sizni problemangiz. Hech kimni siz bilan ishi yo'q. Chiqib turib odamlarni bir rahmini keltirmoqchi bo'lsangiz, sizni ustingizdan kuladi u odamlar naburut. Chunki sizni problemangiz hech kimga qiziq emas. O'sha kimlargadir yoqaman deb harakat qilayotgan odamlaringiz ham cho'mchagingizda pulingiz bo'lmasa, sog'lig'ingiz bo'lmasa, Xudo ko'rsatmasin, yotib qolsangiz, bir tiyinsiz. Hech kimga kerak emassiz. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Siz sog' bo'lib, yaxshi pul topib yurishingiz uchun ham siz sog' bo'lishingiz kerak. Mayli zo'r pul topmasangiz ham sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xursandchilikda yashang, noningiz bormi, suvingiz bormi? Odamlarning hech kimni siz bilan ishi yo'q. Shuning uchun siz o'zingiz zo'r bo'ling, o'zingizni o'ylang birinchi. Boshqalarni o'ylashingiz uchun ham birinchi o'zingizni o'ylashingiz kerak. O'zingiz sog' bo'lmasangiz, salomat bo'lmasangiz, kuch-quvvatingiz bo'lmasa, hech qanaqa o'ylagan narsangizni qila olmaysiz. O'zingizni ehtiyot qiling.